Eng kuchli yallig'lanishga qarshi mahsulot dunyoda. Bu na kurkuma, na zanjabil, hatto na ko'k meva. Uni qadim zamonlardayoq bilishgan. U Sharqdagi har bir dorixonachi rastasida bo'lgan. Yallig'lanishlarga oltin moy deb qaralgan. Atigi bitta kichkina choy qoshiq organizmda yallig'lanishni kamaytirish jarayonini ishga tushirishi mumkin. Bo'g'imlardan tortib teri va nafas yo'llarigacha. Tadqiqotlarda yallig'lanishni kamaytirish bo'yicha uning samarasi kurkuma va zanjabildan 60% dan ortiq yuqori ekani aytiladi. Bu mahsulot qora sedana yog'i. Uni yana qora urug' moyi deb ham atashadi. Universal tabiiy konsentrat. Kuchning siri timoxinon birikmasida. U immunitetni tabiiy tarzda muvozanatlashtiruvchi regulyator kabi ishlaydi. Organizmga yallig'lanishni pasaytirishga, shishni kamaytirishga, nafasni yengillashtirishga, oshqozon ichak tizimi va terini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Ta'siri kattalarda ham, bolalarda ham sezilishi mumkin. Shunaqa foydali tavsiyalar uchun oilaviy dorixonaga obuna bo'ling.